Do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum. Demak, birinchi darsni boshlaymiz. Birinchi dars umuman huquq faniga kirish deb nomlanadi va ushbu dars davomida sizlar bilan huquq o'zi nima, insonning qanaqangi asosiy huquqlari mavjud, bizning fuqarolik burchlarimiz va shu insonlarda qanaqangi majburiyatlari bor, qanaqangi burchlari bor va umuman huquq sohalari haqida gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Demak, boshladik. Birinchi navbatda huquq o'zi nima? Huquq bu davlat tomonidan o'rnatiladigan va himoya qilinadigan umumiy majburiy bo'lgan xatti-harakat qoidalari. Ya'ni oddiy qilib tushuntirganda, mana bir xalq bor va davlat bor, hukumat bor. O'sha hukumat tomonidan qoidalar o'rnatiladi. O'sha davlatda yashaydigan u yoki bu xalq normal yashashi uchun, bir-birini urib, boshqa narsa qilib tashlamasligi uchun, har xil jinoyatlar sodir qilmasligi uchun qoidalar o'ylab topiladi, yashash qoidalari. Mana shu narsa huquq deb ataladi. Huquq ijtimoiy nazorat vositasi hisoblanib, uning yordamida davlat tomonidan jamiyat a'zolari uchun aniq chegaralar belgilanadi. Misol uchun odamlarning mutlaq erkinligi nazorat qilinadi, misol uchun insonlarga zarur davlat yordam ko'maklari ko'rsatiladi. Mana shu hammasi huquq yordamida amalga oshiriladi. Demak, huquq atamasi bir necha ma'nosida qo'llaniladi. Demak, birinchisi huquq normalari, ya'ni normativ huquq normalari deymiz, har xil qoidalar deymiz, ya'ni norma sifatida. Ikkinchisi, ma'lum bir tarzda harakat qilish imkoniyatini beradigan huquq. Mana huquq degani, misol uchun mana shu kiyimni kiyishga huquqing bor yoki mana ishni qilishga huquqing yo'q degan ma'noda qo'llaniladi. Keyingisi tabiiy huquqlar. Bu tabiat tomonidan inson tug'ilishi bilan sirazu taqdim qilinadigan, ya'ni inson tug'ilishi bilan huquqlarga ega bo'ladi-yu, o'shanaqa huquq ma'nosida qo'llaniladi. Misol uchun yashash huquqi, erkinlik, mulkdor bo'lish huquqi va boshqa shunga o'xshagan huquqlar ma'nosida yuritiladi huquq degan atama. Demak, insonning asosiy huquqlari haqida gaplashamiz. Insonning asosiy huquqlari, endi O'zbekistonda yashaganimiz uchun O'zbekiston haqida gapiramiz, do'stlar. O'zbekiston Respublikasida insonning asosiy huquqlari, umuman majburiyatlari ham yetakda, hammasi bizni asosiy qomusimiz, asosiy qonunimiz konstitutsiyada ko'rsatib o'tilgan va har bir shaxsning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlarini kafolatlaydi. Demak, bu o'sha konstitutsiyada ko'rsatib o'tilgan asosiy huquqlar. Demak, birinchisi shaxsiy huquqlar. Bu qanaqa huquqlar? O'sha insonning tug'ilgan kunidan boshlab unga tegishli bo'lgan va uning biror bir davlat fuqaroligi bilan bog'liq bo'lmagan huquqlari. Ya'ni ular fuqaro bo'ladimi, O'zbekistonda fuqaro bo'lmaydimi, farqi yo'q. Bu shaxsiy huquqlari unga tegishli bo'ladi. Misol uchun, yashash huquqi bo'lishi mumkin. Odam tug'ilishi bilan sirasiz yashash huquqini u egallaydi. Hech kim uni hayotiga tajovuzlik qila olmaydi. Ikkinchisi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi. Hech kim sizni harakatingizni cheklab qo'ya olmaydi. Любой joyda xohlagan joyingizga borib yashaysiz, xohlagan joyingizda harakat qila olasiz bemalol. Sha'ni va qadr qimmati daxlsizlik huquqi. Hech kim sha'ningizni va qadr qimmatingizni o'zidan o'zi poymol qila olmaydi. O'zidan o'zi narushat qila olmaydi, buzib olmaydi, haqorat, uyobi ona narsalar qiladi. Mana juda vajniy moment qo'shildi yangi konstitutsiyaga, malakali yuridik yordam olish huquqini shaxsiy huquqlarga qo'shib qo'yishdi. Ya'ni odamni fuqaroligi, irqi, religiyasi, dini nimasidan qat'iy nazar O'zbekistonda yashayaptimi? Pajavsta. Demak, malakali yuridik yordam olish huquqiga ega. Pajavsta, bemalol, bepul ham ko'rsatiladi, kerak bo'lsa, Adliya vazirligi tomonidan bepul yuridik yordam berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Ana o'sha mana shu konstitutsiyadagi kafolatlangan huquqni natijasini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi shaxsiy hayotning daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sirga ega bo'lish va o'z sha'ni va qadr qimmatini himoya qilish huquqi. Mana bu ham juda ham vajniy, ya'ni muhim bo'lgan huquqlardan biri. Hech kim sizning hayotingizga daxlsizligingizni hech kim buza olmaydi, hech kim o'zidan o'zi oilaviy sirlaringizni boshqalarga oshkor qila olmaydi. Buning hammasi uchun javobgarlik bor. Keyingisi, mamlakat bo'ylab erkin harakat qilish, turar va yashash joyini o'zi bemalol tanlash huquqi. Ya'ni xohlagan joyingizda yashaysiz, xohlagan joyingizga qatnaysiz. Bugun Toshkentga ketasiz, ertaga Xorazmga, indinga Qo'qonga, itakdan. Dalshi fikrlash va so'z va e'tiqod erkinligi huquqi. Bu ham juda ham muhim. Demak, xohlagan odam xohlagan fikrni, misol uchun, ifodalay eta oladi. Faqat bu narsa tonki joyi bor, azizlar, o'sha
haqorat qilib qo'ymaslik kerak. So'z erkinligi degan so'z erkinligi bor, mana konstitutsiyada ham ko'rsatib qo'yilgan, lekin bu birovni haqorat qilish, kamsitish qilishga ruxsat berish degani emas. Siz o'zingiz fikringizni, biror narsani tanqid qilishingiz mumkin o'rinli. Qayerdadir o'zingizni ma'noyingizni, fikringizni bildirishingiz mumkin. Misol uchun biror joyda kommentariy yozishingiz mumkin, itakdali. Bu narsalar mumkin, lekin haqorat qilish, kamsitish mumkin emas. Keyingisi vijdon erkinligi huquqi. Demak, do'stlar, har bir inson xohlagan deylik o'zini religiyasini, ya'ni dinda e'tiqod qilishi mumkin. Yoki xohlasa umuman qilmasligi ham mumkin. Pожалуйста. Hech kim sizni majburlamaydi. Islom dinini qabul qilasan, shunga amal qilasan deb yoki xristianlikda qabul qilasan, amal qilasan deb yoki yo'q men dinga amal qilmayman desangiz ham pожалуйста. Hech kim sizni majburlamaydi. Keyingisi aybsizlik prezumpsiyasi huquqi ham kafolatlanadi. Bu nima degani? Har bir shaxs qanaqangi harakat qilishidan qat'iy nazar, jinoyatmi yoki boshqa huquqbuzarlikmi, uni agar aybi sud tomonidan tasdiqlanmaguncha o'sha shaxs begunoh, ya'ni beayb hisoblanadi. Hali aybdor deb hisoblanmaydi. Mana shu narsa aybsizlik prezumpsiyasi deb ataladi va bu huquq konstitutsiyada kafolatlab qo'yilgan. Demak, bu shaxsiy huquqlardir. Endi siyosiy huquqlarga o'tamiz. Siyosiy huquqlar bu fuqarolarning mamlakat ijtimoiy siyosiy hayotida, shuningdek jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish imkoniyatini nazarda tutadigan shunaqangi huquqlardir. Ushbu huquqlar faqat ma'lum bir davlat fuqarolariga tegishli bo'lishi mumkin xolos. Ya'ni oldingi shaxsiy huquqlarga fuqarolikda daxli yo'q edi, siyosiy huquqlarga, bu siyosiy degani seriozlik degani, siyosiy huquqlarga обязательно u yoki bu davlatni fuqarosi bo'lishingiz kerak. Endi O'zbekiston misolini oladigan bo'lsak, siyosiy huquqlar qanaqalar? Konstitutsiya yozib qo'yilgan. Birinchisi jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqi. Keyingisi mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlarda qatnashish yoki ularni tashkil etish huquqi. Mitinglarda ham qatnashsangiz bo'ladi itakdali. Keyin davlat xizmatiga kirishdagi teng huquqlar. Пожалуйста, davlat xizmatiga ishga kirmoqchimisiz? Siz O'zbekiston fuqarosimisiz? Sizga ham xuddi boshqalarga o'xshagan shanslaringiz bor. Siz o'sha ma'lumotingiz bo'lsa, kategoriyalarga javob bersangiz, bemalol davlat xizmatiga kirib faoliyat yuritishingiz mumkin. Keyingisi kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalarga va boshqa shu kabi jamoat birlashmalariga birlashish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqi ham o'sha siyosiy huquqlarga kiradi. Uni kelib turib chet eldan inostranslar bunaqa ishlarni amalga oshira olmaydi. Mana shu narsa siyosiy huquqlardir. Endi keyingi huquqlarga o'tamiz. Do'stlar, keyingi huquqlar ham juda ham muhim huquqlar. Bu iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlarni birlashtirildi konstitutsiyada va bu huquqlar insonni hayotining ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat, mulk huquqi, dam olish va boshqalar kabi muhim sohalarga taalluqli bo'lib, bu insonlarning ijtimoiy ahamiyatga ega ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Ba'ziviy hayotimizdagi har kuni duch keladigan huquqlarni mana shu iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlarga birlashtirishgan. Demak, qanaqalar? Birinchisi mulkdor bo'lish huquqi. Любой odam xohlagan narsasini sotib oladi, xususiy mulki bo'lishiga ega. O'sha narsa ko'rsatib qo'yilgan. Munosib mehnat qilish huquqi. Mehnat qilsa ham, pожалуйста, hech kim qarshilik qila olmaydi yoki majburiy mehnat qildira olmaydi. Dam olish huquqi, ishsizlikdan himoyalanish huquqi, ya'ni siz agar ishsiz bo'lsangiz, sizga davlat pul to'laydi. Pasobiya, ya'ni ijtimoiy, misol uchun, himoyada bo'lasiz va ishsiz bo'lganligingiz uchun o'sha uchotga tursangiz, o'rnatilgan tartibda mehnat birjasiga sizga o'sha nafaqa to'lanadi, ishsizlik nafaqasi. Demak, dalishi ijtimoiy ta'minot huquqi, pensiya, nafaqa va boshqa turdagi ijtimoiy yordam. Mana invalid bo'lishi mumkin yoki ko'p farzandli oila bo'lishi mumkin, itakdalida bularga mana davlat tomonidan nafaqalar to'lab beriladi. Bu narsa ham mana shu huquqlarda ko'rsatib qo'yilgan. Uy joyli bo'lish huquqi, sog'liqni saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi, qulay atrof muhitga bo'lgan huquq va uning holati to'g'risida ishonchli axborotga ega bo'lish huquqi. Mana bu yangi huquq kiritildi, bu ekologiya nuqtai nazaridan. Ya'ni biz birinchidan zo'r shart-sharoitga ega bo'lishga haqlimiz, ya'ni yaxshi ekologik zo'r sharoitlarda, atrof muhitda va undan tashqari o'sha atrof muhitdagi deylik havoni yoki boshqa bir masalalarni bo'yicha to'liq ishonchli informatsiya, ya'ni axborotga ega bo'lish huquqiga egamiz. Mana shu narsa ham yangi kiritildi. Bu ekologiyani asrash nuqtai nazaridan juda ham zo'r huquq, hamma odamlarning huquqi bu. Demak, bemalol odamlar mana shu huquqni talab qila oladi, chunki bu huquq konstitutsiyada ko'rsatib o'tildi. Keyingisi ta'lim olish huquqi. Любой odam, пожалуйста, иностранец bo'ladimi, O'zbekiston fuqarosi bo'ladimi, bemalol ta'lim olish huquqiga ega.
Keyingisi, davlat ta'lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan grant asosida oliy ma'lumot olish huquqi. Pожалуйста, ertaga tanlovdan o'tsangiz, testlar topshiriladi, va hokazo etagida grantga o'qishga kirsangiz, sizga hukumat o'sha bepul ta'lim beradi, oliy ma'lumot. Keyingisi, oxirgisi bu ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi. Ya'ni o'sha bilamiz, mana haykallar bor, har xil madaniy meroslar bor, madaniy markazlar bor, o'sha yerlardan borib bemalol foydalanish huquqi ham konstitutsiya darajasida ko'rsatib o'tildi. Do'stlar, bu asosiy huquqlarimizda. Agar mana shu huquqlaringizni siz yaxshilab o'rganib olsangiz, siz yashashingiz vobshe oson bo'ladi. Siz bitta qarab turib, bu men bu huquqim ekan, bu shaxsiy huquqim ekan, mana ekologik huquq ekan, mana madaniy huquq ekan deb bemalol o'zingiz uchun ajratib olasiz. Demak, keyingisi biz huquqlar haqida gapirdik, endi burchlar haqida ham gapirib o'tish kerak. Burchlarimiz ham konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Demak, asosiy burchlardan birinchisi bu shu O'zbekistondagi konstitutsiya va qonunlarga rioya qilish. Birinchisi, boshqa shaxslarning huquqlarini, erkinliklarini, sha'ni va qadr-qimmatini ham hurmat qilish. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qonunlarga rioya qilish kerak va odamlarni hurmat qilish kerak. Keyingisi, soliq va yig'imlarni to'lash kerak vaqtida. Demak, bu ham majburiyatga kiradi. Ras siz O'zbekistonda yashayapsizmi? Пожалуйста, будьте любезны, o'sha soliqlarni va boshqa to'lovlarni o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirib qo'yish kerak. Keyingisi, atrof muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish. Ya'ni o'sha tabiatni asrash, musorlar tashlamaslik, havoni tabiiy iflos qilmaslik va hokazo. Mana bu ham majburiyatlarimizga kiradi. Harbiy yoki muqobil xizmatni o'tash. Ras siz O'zbekistonda yashayapsizmi, O'zbekiston fuqarosimisiz? O'zbekistonda deylik, misol uchun erkaklar armiyada xizmat qilishga majbur. O'shaning uchun bu majburiyat ham konstitutsiya darajasida ko'rsatib o'tilgan. Ras siz sog'lommisiz, xizmat qilishga layoqatlimisiz, будьте любезны, borib xizmatni qilib qo'ying. Keyingisi, O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy va ilmiy va tabiiy meroslarini asrab-avaylash kerak. Bu ham majburiyatimiz. Kimdir chiqib turib ertaga birorta bir haykalni yoki birorta bir noyob bir daraxtni yoki birorta bir boshqa narsani buzib tashlasa, kesib tashlasa, nimadir qilsa, buning uchun javobgarlik o'rnatilgan. Mana bu do'stlar asosiy, demak, bizning majburiyatlarimizdir. Konstitutsiyada ko'rsatib o'tilgan. Endi sizlar bilan asosiy huquq sohalari haqida gaplashamiz. Mana huquq har xillari bor, ko'pchilik eshitgan jinoyat, fuqarolik etagidagi kellar shu haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi, huquq sohasi o'zi nima bu? Huquq sohasi bu o'sha ijtimoiy munosabatlarning ma'lum bir sohalarini tartibga solishga qaratilgan huquqiy normalari tizimi. Misol uchun birlashtirilgan. Sizlar o'zlaring uchun bilishlaring kerak, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham любой xatti-harakat, любой munosabat u yoki bu normativ huquqiy hujjat bilan tartibga solinadi va u yoki bu huquq o'tirishli, ya'ni huquq sohasiga tegishli hisoblanadi. Demak, birinchisi mana ketdi, deylik konstitutsiyaviy huquq. Konstitutsiyaviy huquq bu o'sha davlat tuzilishi, shaxsning huquqiy holati va boshqa asosiy ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar sohasini tartibga soladi. Konstitutsiyada belgilangan qaysidir masalalar bo'yicha birorta bir munosabatlarga kirish kerak bo'lsa, nimanidir deylik muhokama qilish kerak bo'lsa, referendum masalasini yoki bir globalniroq butun xalqqa, butun jamiyatga tegishli bo'lgan masalalar hammasi konstitutsiyaviy huquqda ko'rsatib o'tilgan. Umuman davlat tuzilishi, qanaqa tuziladi davlat, respublikami yoki monarxiyami, o'sha hamma narsa konstitutsiyaviy huquqda ko'rib chiqiladi va konstitutsiyaviy huquqda tartibga solinadi. Keyingisi bu eng asosiy, bazaviy, bu fuqarolik huquqi. Fuqarolar va tashkilotlar o'rtasidagi mulkiy va nomulkiy munosabatlar tartibga soladi. Misol uchun, oldi-berdi, oldi-sotdi, zalog, arenda, shunga uy-joy masalalarini ol, boshqa qil, bu hammasi mana shu fuqarolik huquqi masalalariga kiritiladi. Keyingisi bu mehnat huquqi. Mehnat huquqi bu o'zi tushunarli, nomidan ham bilsanglar bo'ladi. Mehnat faoliyati jarayonida ikkita taraf o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar tartibga soladi. Ya'ni xodim bilan ish beruvchini o'rtasidagi o'zaro huquq va majburiyatlarni, shuningdek ikkala tomonni huquq majburiyatidan tashqari javobgarligini ham belgilaydi. Hamma narsa mana shu mehnat huquqida ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi bu ma'muriy huquq. Ma'muriy huquq o'sha davlat boshqaruv sohasidagi jamoat munosabatlarini tartibga soladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslarning huquq va majburiyatlarini belgilaydi, shuningdek ma'muriy huquqbuzarliklar ro'yxatini va ular uchun jazolarni
belgilaydi. Qizil svetga o'tdi yoki tam stop liniyani bosdi yoki tam ko'chada kimnidir oynasini sindirdi yoki nimadir qilib, ya'ni ma'muriy birorta bir ishni amalga oshirib, harakatni amalga oshirib qo'ygan bo'lsa, javobgarlik bo'lsa, o'sha narsalar hammasi ma'muriy huquq sohasiga tegishli bo'ladi. Keyingisi oila huquqi. Bu o'sha tushunarli oilaviy munosabatlar, ya'ni er-xotin o'rtasidagi, ota-ona farzandlarning o'rtasidagi ajrim va erga tegish, ya'ni oila qurish hamda ajrashish, bola boqib olish, otalik huquqdan mahrum qilish, shunga o'xshagan hamma barcha oilaga tegishli bo'lgan любой masalalar oila huquqi sohasiga tegishli bo'ladi va o'sha yerda hamma narsa muhokama qilinadi va tartibga solinadi. Keyingisi bu soliq huquqi. Soliq huquqi soliq huquqiy munosabatlari ishtirokchilari, ya'ni soliq to'lovchilar, soliq agentlari, banklar, soliq idoralari, organlari, shularning o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Demak, keyingisi bu biznes huquq, o'sha soliq huquqi bilan yonma-yon yuradi. Demak, o'sha tadbirkorlar, biznesmenlar bor, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan любой shaxslarning o'rtasidagi munosabatlarni o'sha biznes huquqi tartibga soladi va o'sha biznes huquqi tushuntirib beradi, biznes huquq sohasi. Ekologiya huquqi o'sha tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof muhitni muhofaza qilish, demak, shaxslarning munosabatlariga tartib solishda aynan o'sha ekologik nuqtai nazardan, daraxtlarni kesmaslik, musorlar tashlamaslik, yong'in, pajar-majarlar qilmaslik, uyda gazon yoqmaslik, suvni isrof qilmaslik, shunga o'xshagan hamma narsalar mana shu ekologik huquqda ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi, juda ham важный, seriozliklardan biri bu o'sha jinoyat huquqi. Jinoyat huquqi bilamiz, o'sha jinoyatchilik bilan bog'liq bo'lgan huquq sohasidir. Demak, u yoki bu shaxs tomonidan jinoiy qilmishlar amalga oshirilgan bo'lsa, ularni sodir etganlik, qanaqangi holatlarda sodir etganlik, o'zi jinoyat nima, qaysi holatlar jinoyat deb hisoblanadi va javobgarlikni belgilab beradi. Shu jinoyat kodeksidagi javobgarlikni belgilab berishdi. Hammasi mana shu jinoyat huquqiga tegishli. Endi do'stlar, yuqoridagilardan kelib chiqib sizlar o'zlaring uchun bilib olishlaring mumkin. Qaysi munosabat qaysi huquq sohasiga tegishli? Ekologiyami, ekologiya huquqi? Oilaviy masalalarmi, oilaviy huquq masalalari sohasi? Mehnatmi, mehnat huquqi sohasi va hokazo. Shunga o'xshab bemalol sizlar u yoki bu munosabatda qaysi huquqiy sohaga tegishliligini bilib olishlaring mumkin. Endi do'stlar, umumiy olganda yuqorida ko'rsatilgan huquqiy bilim siz bilan bizga nima beradi? Shu huquqiy bilimlaringizni oshirganingiz. Birinchidan, o'sha qoloq nuqtai nazarlarni yengish, ya'ni bilimni oshirib, intellektimda yuqoriroqqa olib chiqish, insonlarga nisbatan zo'ravonlik va kuch ishlatish holatlarini oldini olish. Nimaga? Chunki siz agar o'z huquqingizni bilsangiz, to'xta og'ayni, haqqing yo'q bunaqa deyishga. Bunaqa qilishga haqqing yo'q. Qo'l ko'taraman desa, hozir militsiya chaqiraman, boshqa qilaman deb talab qilishni o'rganasiz, huquqiy bilimingiz bo'lsa. Keyin davlat xizmatchilarining vakolatlari darajasini oshirish. Agar siz o'z huquqlaringizni bilsangiz, ertaga birorta bir любой davlat idorasiga keldingizmi, nimadir so'rayapsiz, nimadir qilib bering deyapsiz, u to'xtab turing, qilmayman, vaqtim yo'q, u yo'q yotsa, og'ayni, uzra. Qonun bo'yicha siz mana narsani qilishga majbursiz, talab qilishni boshlaysiz va shu orqali o'sha davlat xizmatchilarining vakolatlari darajasi oshib boradi va ular o'z vazifalarini sidqidildan bajarib, to'xta hozir yana gapiradi, hamma shu qonunlarni o'rganib olgan, Sherligildi kursidan o'rganib olibdi, qo'y deb turib, hammasi o'zini ishini cho'tki qilishni boshlaydi. Keyingisi bu o'sha jamiyat huquq buzarlik darajasini ham kamaytirishga xizmat qiladi. Agar sizni bilimingiz bo'lsa, ko'chada o'tib turgan bo'lsangiz, kimdir so'kay turgan bo'lsa, yoki kimdir do'pposlay turgan bo'lsa, yoki bir tegajonlik qilay turgan bo'lsa, sizda o'sha bilimlar bo'ladi, huquqiy, va siz o'sha turgan joyingizda birorta bir chora ko'rasiz, kimgadir murojaat qilasiz va shu orqali o'sha huquqbuzarlik darajasini kamaytirishga o'zingizni hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Do'stlar, bu sizlar bilan birinchi dars edi. Qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Keyingi darslar bundan ham qiziqarli bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Videoni tanishlaringizga jo'natishga, tanishlaringizga umuman mana shu kursni ulashishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Sog' bo'linglar.